Salamatsizlar, yaxshimisizlar? Ko'ryapsizlar? Güzel Hayat programması. Güzel Hayat programmasininki barlıq görünmənlərə salamını yollayman. Belki bu dakika hayatım tıkım güzel olup gider. Yağan qosaqni taqavatıdır. Bu da otasam kısılıp. Kütürlü. Bilmem bunun yığılmaymı. Məncə nəhayət çidilsiz ağrı. Ayollarning tuyg'usi bilan erlarning tuyg'usi cho'qim o'xshamaydi. Bu o'tgan menimcha bekli yaxshi o'tdi. Meningcə normal adam götürəlməydi. Sal achingiz keldi-ya. Bir xil diyoram. Meningcha bu sınaqni cho'qim har bir er kishi sinab beqishga tegishli deb qarayman. Chunki Bunu sınab baxmağalı əksiyonmamda. Bekçik suallarımız var bizim. M5 degan sen qilganmi? Arzuyingizni bizga bir deb bersangiz. Ben de veremeyim. Shunday yaxshi turgan bu. Pul tülep bundan yer çıkıp deb. Kömügen nasıl okumaydı da. Har vaqt bolalarning bexatarligi biz kapolatlik qilamiz deb tushunsan bo'lamda. 100% mesela kapalat qilma diyemeyim. Bolalarni bu yerga olib bermaymiz. Rahmet. Ma qilayotgan ishlarım ahamiyatli ishga. Xizmat qilgani ketib qoldik ya. Qo'limizdan keladigan yordamimizni ayamaymiz. Tashviqot jihatdan sizga qo'limiz ko'ksimizda Yetakchilik qilishni xohlamisiz? Alayman.